Hurmatli prezidentimizni Qo'qon shahriga, Farg'ona viloyatiga har safargi tashriflari bu bunyodkorlik, islohotlarda yangi darajasi va Qo'qon shahrini rivojlanishini yangi bosqichini belgilab beradi. Mana o'tgan safar kelgan tashriflarida ham Qo'qon aeroportini topshirilishi va qo'qonliklarda mana shu Toshkent va boshqa viloyatlarga borishini yengillashtirish maqsadida qilingan juda katta ish edi. Va Qo'qon shahrida eng katta muammolardan bittasi bu albatta uy-joy masalasi edi. Uy-joy masalasi bo'yicha mana ilgarigi eski ishlamay turgan korxona va atrofidagi bugun ham jismonan ham ma'nan eskirgan uylarni renovatsiya asosida yangi O'zbekiston massivi bunyod etildi. Hurmatli prezidentimiz doim Qo'qon shahriga kelganlarida nima muammo, aholini nima qiynayapti? Biz mana shu muammolarni hal qilishimiz kerak edi. Doim mana shunday savollar berib, shu savollariga javob olib, o'zlarini mana shu qarorlarida, o'zlarining topshiriqlarida shuni bajarish masalasini qo'yishadi. Shu bilan birgalikda mana shu massiv xonadonlariga kirib, aholi qanday yashaydi? Bu xonadonlar aholiga hamyonbopmi? Mana shu yashaydigan aholi bundan qanchalik rozi mana shu xonadonlardan deb mana shu masalalarni qo'yib, mutaxassislar bilan quruvchi va mana shu uyni bitirganlar bilan mana shu masalada aholiga yanada bir imkoniyat, sharoit yaratib berish masalalarini qo'ydilar. Bundagi eng asosiy masala mana shu uyga kirganlarida uylarda yorug'ligi, kvadrati odamlarga mosligi, bitta uyda ham yotoq, ham ovqatlanish, ham dars tayyorlash, ham dam olish joylari yetarliligidan juda mamnun bo'ldilar.